Assalamu alaikum. Aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Yana bir qatim muloqot qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Bugungi leksiyamiz istiteksiz urushning 3-chisi psixologik urush. Va bu psixologik urushning 2-chisi. Buningda bir necha muhim nuqtani so'zlab o'tamiz. Bunun birincisi psixologik kuchning ahamiyati va psixologik urush. Psixologik kuch. Bunga diqqat qilinglar. Psixologik kuch. Bunun ahamiyati va psixologik urush. Yuqorida so'zlanganlardan go'yo psixologik urush faqat tinchlik davrida olib beriladigan faoliyat deb qarashmi xato. Aldınғы qitimliq leksiyadan bundaq bir xulosa chiqarib olganlar, buningga diqqat qilinglar, bu faqat tinchlik davriga xos qilingan emas. Psixologik urush tinchlik davridami elib berildi, harbiy harakatlarga mos holda elib beriladigan psixologik urushning g'olibiyatini belgilashda mo'lcharliksiz darajadagi belgilovchi omil bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni tinchlik davrida emas, urush davrida elib beriladi va bu urush davridagi psixologik urush bu urushning g'olibiyatini belgilashda mo'lcharliksiz darajadagi belgilovchi omil rolini o'ynashi mumkin. Ma'naviy qimmatlarning eng ahamiyatliklaridan biri dal millatning psixologik kuchidir. Psixologik kuch bir millatning tayinish kuchi. Ya'ni chidam kuchi. Hayotga umidli qarash, o'ziga ishonch prinsiplarining to'g'ri ekanligiga ishonishning to'plami. Ya'ni tayinish kuchi, chidam kuchi, hayotga umidli qarash, o'ziga ishonch, shundaqla prinsiplarining to'g'ri ekanligiga ishonish. Shularning to'plami psixologik kuch deyiladi. Bu alayidliklarga ko'ra psixologik kuch bir milliy qimmatdir. Ya'ni bir milliy kuch omili, shundaqla bir milliy qimmatdir. Bu yerdagi milliy inglizchadagi national deganga to'g'ri keldi. Hem davlatni, hem millatni bildiradigan. Türkçedeki ulus, İngilizcedeki national. Bu milliy kuch omili. Shundaqla bir milliy qimmat deganimizda hem davlatning qimmati, hem millatning qimmatini o'rtaq bildirdi bu. Shunisi unutilmaslik kerakki, bir armiyaning ro'yi sifati uning qandaq bir to'plamning ichidan chiqqanligiga bog'liqdir. Ya'ni kimlardan tashkil topdi bu armiya? Qandaq bir xalqdan chiqdi? Buningga bog'liq. Ruhiy sifat, bu yerdagi qurol-yarog'larning sifati, formasining yarashimlikligi qatorliqlar emas. Qandaq bir xalqning ichidan chiqdi bu armiya? Ya'ni o'zi yetilgan to'plamning ruhiy sifati qanchalik bo'lsa, bu armiyaning ruhiy sifati shuningga 10 tanasib bo'ladi. Buningga shuni misol qilaylik. Buni ilgari misol qilgan to'q ko'p qatim, ammo u vaqtda men bu naqlning joyini topolmaganligim uchun tekrar izlab
Onunda aniq san sıfırlarını dep beremmegendim. Bugün aniqroq qilib misol beraman. 1930-yıllarning oxiridagi ikki millatning ro'yi sifatini ko'zdan kechiramiz. Ro'yi kuchning ahamiyatini tushunishimizga osonlik tug'dirish uchun ikki millatning ro'yi sifatini 13,5 million nüfusluq taraqqiy qilgan sanoat asosiga ega Chexoslovakiya o'zining milliy mustaqilligini va sharafini o'zining armiyasiga emas, Angliya va Fransiyaning homiyligiga tayandig'ini uchun natsist Germaniyasi bir pay o'q atmasdan besib oldi Chexoslovakiyani. Bir pay o'q atmasdan. Buni hem Chexoslovaklar tarafidan psixologik sebepga bağlash mumkin. Hem nemislar tarafdanmi psixologik sebepga bağlash mumkin. Qanday? Bir tarafda o'z-o'ziga ishonchi bo'lmagan zaif milliy ruh, yana bir tarafda psixologik urush bilan nishondagi xalqni texmibek ruhsizlashtiradigan natsist tashviqoti qo'shilib, bu mag'lubiyatni barliqqa keltirgandi deyishimiz mumkin. Başka bir meydanga bakkanımızda 3,5 milyonluk. Avsi 13,5 milyon. Dikkat. Busi 3,5 milyon nüfusluk Finlandiya iqtisadi asasen ormançılık tayindigan saslık devlet. Stalin Leningrad ve Sovet İttifakı'nın Baltık sahillerinin bexatarligini qo'g'dash ihtiyacı bilan 1066 kari mil keladigan bir serim, yani Finlandiya bilan 2134 kari mil keladigan bir serim yerga tegishishni taklif qiladi. Finlandiya hech qanday bir ittifoqdoshning qo'llashini, homiyligini qo'lga keltirish urinishlarida bo'lmaylan Stalinning taklifini rad qiladi. Bo'lmaydi deydi. Urushga yaraydigan adamı şu çağdaki Finlandiyaning 175 ming askar. Yani 10 tümenge yakın. To'liq 10 tümen emas. Sovet İttifaqı taraf 45 tümen askar. Qanchasi ko'p? 4,5 as ko'p. 5 hassiga yaqin ko'p askar. 45 tümen askar, 3000 tanka. Finlandiya tarafta hiç tankı yok. 2500 uruş aeroplanı, uçak. Bunu Finlandiya tarafta hiç yok. Seferber kılıp nimeler? Sovet İttifakı tecavüzçülük uruşunu başlaydı. Fin armiyasi o'zidan 5 yaş ko'p düşmanga qarshi 3,5 ay aktiv qo'g'dinish urushi olib berib, qop yuraklik bilan hujumlarni tashkillaydi. Hatto hujum qo'ydi. Natijada Fin armiyasi 25 ming qurbon, 45 ming yarador zarar ko'rgan bo'lsa, Sovet İttifaqı armiyasi 200 ming qurbon bergan. 1600 tanka, 684 uçak ziyan tartgan. Urushda Finlandiya yengilgan bo'lsa-mu, yengildi ama. Yengilgan bo'lsa-mu, ammo dunyo afkori oldida o'zlarining mustaqil yashash irodasini bayon qildi. Namoyon qildi. Isbot qildi. Dalilladi. Qini bilan, jini bilan. Buni isbot qildi. Shuningdek, Ikkinchi dunyo urushi oxirlashganda Chexoslovakiya Rus ishg'oliyati ostida bo'ldi. Ya'ni Rus homiyligidagi davlat bo'ldi. Varshava shartnomasi davlatlarining biriga aylandi.
Yani u yerda söz sahibi, amaliyotdagi hukmron Sovet ittifoqi. Chexoslovakiyaning yerlik hokimiyati qurchoq hokimiyati bo'lib qoldi. Finlandiya qanday bo'ldi? Dunyo urushidan keyin mustaqilligini saqlab qoldi. Uzil-kesil mustaqilligini. Yani Fin xalqi bu haq bilan o'ynashqini bo'lmaydi degan ta'sirotni yarata oldi. Çekilip qo'ysa balo qiladi. Çekilg'ili bo'lmaydi degan ta'sirotni yaratdi. Mag'lubiyat boshqa gap bu. O'limga yuzlanadigan ruhni namoyon qilmoq u boshqa gap. Bundan boshqa men ilgari Aynak nomli kitobimdagi bir maqolada misol qilgan bir kichik misol var. Qirg'izistonning Bishkek shahri atrofida bir Darginlarning yezisi var. Dargin degan bir millat, nəhayət kichik bir millat. Aslida bu Kavkaz millatlaridan biri. Sovet ittifoqining qalaymaqan odam ko'chirib qaytadan Sovet odami deydigan bir umumiy millat yaratib chiqish projesi tufaylidan O'rta Osiyoga ko'chirilgan bir kichik millat. Bishkekning shahri atrofida Darginlarning bir yezisi var ekan. Nupusi 10 mingdan oshmaydigan Darginlarga chekilishga petindiganlar yo'q. Hatta saqchilarni Dargin yezisiga odam tutish uchun xohlagan shaklda kirishga jur'at qilolmaydi. Ammo necha 100 ming nüfuslik Uyg'urlar har do'qmishda bo'zaq qilindi. Xohlaganlar tarafidan. Faqatla davlatning egillari tarafidan emas. Psixologik urushda nishon qilingan millat yoki davlatga qarshi ko'p chog'larda ochiq dushmanlik faoliyati elib berilmaydi. Psixologik urushning asosiy aloyidliklaridan birisi bu. Ochiq oshkor emas, yoshirin. Qancha yoshirin bo'lsa, muvaffaqiyatga erishish ehtimolligi shuncha ko'p bo'ladi. Aksicha tanqidlarning do'stlik, yaxshi niyat, o'rtoqlashib ishlash uchun qilinayotganligini ilgari surib, nishon davlatning uyg'unishi va o'zini qo'g'dash uchun tadbir elishini to'sishga tirishiladi. Diqqat. Psixologik urush ochiq dushmanlik faoliyati sifatida elib berilmaydi. Bunga diqqat. Aksicha tanqidlarning do'stlik, yaxshi niyat, o'rtoqlashib ishlash uchun qilinayotganligini ilgari surib, nishon davlatning uyg'unishi va o'zini qo'g'dash uchun tadbir elishini cheklashga tirishadi. Xitoylarning vatanimizni bosgan dastlabki yillarni eslamlar. 50-yillarning boshlarini. Dushman o'zining siyosiy sistemini eng adil, eng üstün, eng demokratik ve eng ko'p baxt keltiradigan sistem sifatida maqtab, nishon qilingan davlat yoki millatning sistemini insonlikqa yot, odillikdan shiroq, demokratiya dushmani, xalqni nomrodlikqa patiradigan qop-qorong'i jangal qilib ko'rsatib qaralaydi. Buningda yana Xitoylarning elib borgan psixologik urushlarini eslanglar. Raqib davlatning boshqaruvchi sinfi taslimiyat tuyg'usiga patirladi. Psixologik urush bir ma'noda millatlarning g'oyasi orasida urushdir. G'oyasini yo'qotgan millat yoki psixologik urush natijasida xato g'oya qabul qildirilgan millatlar bu urushda mag'lub bo'lguchidir. Urush davridagi psixologik urushlarning ahamiyati haqida shuni deyishimiz mumkin. Ikkinchi dunyo urushida 1944-45 yillarda
Amerika hava armiyasının 2. floti ve 4500 asker. Bu kadar köp adam oylap bakın. Nemisler karşı psikolojik urushga mas'ul qilingan. Sangun Eisenhower general degan söz bizning qadimki Türk tilimizde, jumladan Uyg'ur tilimizde sangun deyiladi. Sangun Xitoy tiliga Jangjun deb qabul qilingan. Asli jiltizi Türkçe bunun. Sangun Eisenhower qog'oz o'qla urushning alohida qurolidir degani ko'z tutquni dal mana shu psixologik urushga mas'ul qo'shinning nemislarni taslimga undab tashlagan tashviq varaqlariga qartilgan. Dalillar isbotlamoqdaki, G'arb frontida, ya'ni Yevropaning G'arb frontida ittifoqdosh armiya quruqlikka chiqqan tarafda asirga tushgan nemislarning 75% aslida tashviqot varaqlarining ta'siridan taslim bo'lganligini isbotlamoqda. Shundaqla uzoq sharq oldingi sepida, ya'ni Yaponga qarshi sapda. Nayt ko'p yaponlarning men qarshilik qilishdan to'ydim degandek varaqlardan ta'sirlanib taslim bo'lganligi zikr qilinmoqda. Amerika armiyasi yoki ittifoqdoshlar armiyasi uzoq sharqdimi faqat qurolli urush bilan cheklanmay, yana bir tarafdan Yapon askarlarining beshiga tashviq varaq tashlaydi. Bu tashviq varaqlaridan birisining mavzusi men qarshilik qilishdan to'ydim. Bu yaponlarning o'zining tilidan yozilgan. Bundan boshqa urushlarda doimli duch kelinadigan aldamchiliklar, rangvozliklar, o'zining qudratini oshirib ko'rsatish orqali dushmanni qo'rqitib, urushsiz taslim bo'lishga qistaydigan hilalarning hammasi psixologik urushga tarif kiradi. Buningga bir misol Osmanlı davrida Bolgariyaning bir qal'asi qorishib olindi Türk askarlari tarafidan. Bu qorishov bir az uzunga so'zildi. Qal'aga hujum qilinmaydi. Ama Türkler bir mish-mish gap taqitdi o'tirib. Nima uchun hujumning boshlanmaydiganligiga oid bir gap taqitdi. Nayti yo'g'on. Bugungacha hech inson ko'rib bakmagan bir xil top keltirilyotdi. Hujum mana shu topni kutyotdi degan gapni taqitdi. Tabiiy holda uning aralarida harakat qilayotgan Bolgar ritsarlarining jasuslari bu gapni qal'aning ichiga to'shaydi. Yo'g'on bir topning kelayotganligi va hujumni shu vaqtda boshlaydiganligi haqida. Amaliyotda u top keladi va top qal'adagining aniq ko'ralaydigan yeriga tiklanadi. Shu vaqtda Bolgar ritsarlari elchi chiqardi Turklarga. Biz qal'ani urushsiz taslim qilsak sizlarga topshirib bersak, sizlar bizning tinch aman qal'adan chiqib ketishimizga ruxsat qilsanglar degan taklif bilan elchi chiqardi. Türkler bu teklifni qabul qildi. Bulgarlar qal'adan chiqib ketdi. Türkler bir tal o'q atmasdan qal'ani ishg'ol qildi. Chiqib ketayotgan ritsarlar hali topning yenidan o'tganlarmi bor buning ichida. Amaliyotda bu top yo'g'on diametrli bir ko'tekdan iborat. Yalg'on bir top. Bu mana
psixologik kuch haqidagi misollar. Endi yana bir muhim nuqta bugungi so'zimizning. Psixologik urushning alohidaliklari. Psixologik urush muntazam urushdagi o'xshash muayyan jang maydoni yoki maydonlarga ega emas. Ma'lum frontda elib beriladigan urush emas. Psixologik urushda ishg'ol qilinadigan shaharlarmi yo'q, atlab o'tiladigan daryolarmi yo'q, isloh qilinadigan qal'alarmi yo'q. Psixologik urushda her yer jang maydonidir. Her yer. Bu bir alaydilik. İkincisi psixologik urush muntazam urushdek oxirlashadigan urush emas. Faqatla turi, shakli, shiddati o'zgarish yasashi mumkin, ammo uzluksizlikida hech o'zgarish bo'lmaydi. Üçüncü alayidligi psixologik urushda dushmanni tonish tez. Ya'ni u forma kiygan bir top tarafidan olib berilmaydi. Muntazam urushda bo'lgandek harbiy forma, qurol alayidliklari yo'q. Psixologik urushda dushman formasiz, nishon to'plam bilan o'xshash tilda so'zlashadigan, hatto bu tilni o'tiruvchining ustidiroq ishlatalaydigan kishilardan tarkib topgan bo'ladi. Yani nişan kılıngan toplumның otur seviyesinden üstün. Dördüncü alayidligi psixologik urushda işiltadigan qurollar o'ltirmaydi. Balki mingini, vijdonni qo'lga tushirishni nishon qilingan so'z, simbol, shuarlardan tarkib topgan qurollardir. Beshinchi alayidligi psixologik urushda zarar hech qachon aniq ko'rinmaydi. Çatakmı mana shu yerda. Psixologik urushning keltirgan ziyonlari nihoyat kechikib bayqaladigan bo'ladi. Va bu chaqda ishdan o'tgan, fursat qo'ldan ketgan bo'ladi. Altıncı alayidlik psixologik urushda bombalarning nishoni, ya'ni psixologik bombalarning nishoni harbiy gazarmalar, ko'riklar, zavodlar emas. Bir millatni oyoqda tutib turayotgan asosiy ma'naviy qimmatlar va o'z-o'ziga ishonch ruhidir. Bir millatning o'z-o'ziga ishonchi ig'ir bir talafot kuchirsa yoki tamoman yimirilsa, psixologik urush g'alabaga erishgan bo'ladi. Mana bu alayidliklar. Endi psixologik urushni elib berishdagi prinsiplar. Prinsiplar deganimizda birinchisi psixologik urush bir mutaxassislik ishidir. Shunga mutaxassislar tarafidan ijro qilinishi kerak. Yoki mutaxassislar tarafidan planlanishi kerak. İkinci, psixologik harakat mutaxassisligi intizomlar bilan, ya'ni qoida prinsiplar bilan ishlash asosiga qurilgan bo'ladi. Bu qanday intizom bu? Oldi bilan psixologiya, jamiyatshunoslik, ruhiy kasallik ilmi, siyosat ilmi, e'lonchilik, ya'ni reklamchilik qatorliq ilmlarning intizomidan tarkib topgan bo'ladi. Aşanın qonuniyatlari bo'yicha bo'ladi. Shu ilmlarning qonuniyatlari bo'yicha. Üçüncü, muvaffaqiyatlik bir psixologik urush. Faqat muvaffaqiyatlik bir psixologik urush istixboroti orqasida amaliylashidir yoki amaliylashishi kerak. Yana bu yerda istixborot ta'kidlanadi. Biz boshdan oyoqlab kelyapmiz, istixborotning dushmanga qarshi kurashdagi rolining qanchalik yuqori ekanligini. To'rtinchi, muvaffaqiyatli bir psixologik urushning elib berilishi uchun nishon yaxshi tonilishi.
Biz buni kimga qarta qilyapmiz? Qandaq bir xalqqa qarta qilyapmiz? Bu xalqning aloyidliklari nima? Bu nayt yaxshi tunilishi kerak. Toplumsal yoki psixologik umurtqa markazlari to'g'ri tepib chiqilgan bo'lishi kerak. Ya'ni boshqo'mondonlik shtab bu muntazam urushlarga nisbatan bir boshqo'mondonlik shtab bor. Agar boshqo'mondonlik shtab ishg'ol qilinsa, million kishilik armiya faoliyat bo'ladi. Ularni yo'qotishning, urush qilib yurishning, o'q etishning hojati qolmaydi. Hammasi taslim bo'ladi u vaqtda. Shuningga o'xshash psixologik urushdimi nishondagi xalqning boshqo'mondonlik markazini tepib chiqish kerak. Eng to'g'ri tepib chiqib, hujumni u yerga qaratish lozim. Bu markazlarga uyg'un vositalar 5-si. Bu markazlarga uyg'un vositalar bilan uyg'un psixologik harakatlar elib berishga bog'liq. Endi 6-chi psixologik urush muddati jihatda sabrchan bo'lish kerak. Chunki bu urushning natijasi nihoyatda osti ko'riladi. Uzun muddatni talab qiladi. Qo'yga bu yandan yemni berib, o tarafdan quyruqni tutib baqsaq, bundaq sabrsizlik bilan bu urushni qiyg'ila olmaydi. Chunki eng qiyinda yengiladigan narsa inson mingisidir. İnsanning jismoniyatini yengib olishingiz mumkin. Tegingizga besib olishingiz mumkin bir odamni ojizroq bo'lsa, ammo siz uning mingisini yenga oldingizmi? Yo'q. Jismoniyatini yengdingiz. Uning mingisidagi qarshilik, mingisidagi ruh yanada mavjud. İnson mingisini yengish oson emas. Bu urush insonning mingisini yengishga qaratilgan bo'lganligi uchun sabrchan bo'lmoq lozim. 7-si psixologik urush davom qilayotgan jarayonda har doim nishonga yetib berildimi yo'q. Ko'zlangan nishonga yetib bora oldikmi yo'q degan mazmundagi aniqlashlar, baholashlarni doim elib berish. Xatolar, kamchiliklar darhol tuzitilib, metodlar almashtirilishi kerak. Agar qo'llanayotgan metodimiz yoki usulimiz ko'zlangan natijani bermayotgan bo'lsa, usulni o'zgartirib berishimiz kerak. Endi psixologik urush o'xshamagan saviyada elib berilganligini esda tutish lozim. Bular strategiyalik, boshqarish, yordamchi, mudofaa qatorliq saviyalarda bo'ladi. Birinchisi strategiyalik psixologik urush. Strategiyalik. Oldingizda to'salg'i sifatida turayotgan davlat yoki davlatlar guruhiga qarshi elib berilgan, planlangan, tasodifiy emas, planlangan uzun muddatli psixologik harakatlarning hammasi bu turga mansub. İkincisi boshqarish, bo'ysundirish maqsadli psixologik urush. Texi muntazam urush davom qilayotgan mezgilda ishg'ol qilingan joylarda hokimiyatni saqlash, tartibni saqlash, shundaqla bu yerga ko'p askariy kuch ayirmasdan boshqarib turish uchun yerli xalqqa qaratilgan psixologik urushdir. Buni yana xalq bilan munosabat o'rnatish deb ataydi, bu chiroyli atalmasi. 3-chi turi yordamchi psixologik urush. Urushdan keyin, ya'ni urush yangi oyoqlashgan chog'da hukmronlik ostiga ilingan rayonlarda yerli xalqning yangi hokimiyatga moslashishini, isyon chiqarmasligini ta'min etmek maqsadi bilan elib berilgan psixologik urush. Kommunist ishg'oliyatining dastlabki davridagi Xitoy siyosatlari, tashviqotlari mana shu turda bo'lib, kommunist hokimiyati to'liq putirab turvag'icha mumkin qadar xalq
Buni hammanglar eslayalaysizlar. Yoki buni anglagan. Endi oxirgisi mudofaa qilg'uchi psixologiyalik urush. Bu qarashimizda dushmanning elib berayotgan psixologiyalik urushiga qarshi elib beriladigan psixologiyalik urush bu. Dushman elib berayotgan psixologiyalik urushning muhim nuqtalarini xalqqa yeshib tushundirish. Bunun aqisiga yoshirilgan g'arazlarni oshkorlash tipida elib beriladigan psixologiyalik urushdir. Dushmanning ma'qul deyotgan gapining aqisida bunda g'araz bor deb xalqni ogohlantiradigan. Qisqasi psixologiyalik urush tabiiy xarakteriga ko'ra hammani o'z ichiga oladigan. Uzun muddatlik, izchil va o'xshamagan vositalar bilan o'xshamagan nishonlarga qarshi elib beriladigan urush turidir. Psixologiyalik urush muntazam urushning tayyorlik mazgilini hozirlashi mumkin. Masalan, Amerika armiyasi Afg'onistonga kirishdan burun yoki Iroqni ishg'ol qilishdan burun dunyo miqyosida elib berilgan tashviqotlar mana bu turga kirdi. Ya'ni urushning hozirligi, urush vaziyatini hozirlaydi. Kishilarning iddiasini bu urushning haqliqligiga qoyil qilib bir jamoat fikri maydon hozirlaydi. Bu muddatda, ya'ni urushning hozirlik muddatida nishon qilingan millatning ruhi ham yoshirin ham angliqligi nishon qilindi. Odatda istilolar bo'lsin. Bir millat yana bir millatni besib oladigan urush bo'lsin yoki besib olingan millatning istilochi millatga qarata elib berilgan ozodlik urushi bo'lsin. Düşmanlık içindeki iki millet yoki iki devlet bütün sürüp bir xalqni nishon qilishdan ko'ra bütün sürük xalqni düşman deb qarab bütün sürük xalqqa qarshi urush e'lon qilishdan ko'ra qanday qiladi? İqtisodiy va kulturel sarxillarni nishon qilish texmi tiz natijaga erishtiradi. Yani siz yo'qotmoqchi bo'lgan millatning iqtisodiy jihatdagi ustun sinflarini va kulturel jihatdagi sarxillarini nishon olasiz. Bu nishon qilish qanday nishon qilish? Ya yo'qotasiz uni, ya taslim qilasiz, setib olasiz. Bu kommunist Xitoylarning vatanimizni ishg'ol qilganning dastlabki vaqtlarida baylarni yo'qotish bilan bilarmanlarimizni yo'qotish yoki setib olish harakatiga o'xshaydi. Eslab baqsanglar. Tarixdan beri Xitoylar bu millatning 4 odamni og'ziga qartalaydigan lekin nopuzliq odamlarini, bilimliklarini, baylarni yo'qotib keldi. Yani padının içindeki serkinin kallasını aldı. Yol başlıqçı oluş ihtimali olan kişilerini yo'qotdi. Bütün xalqni qarshisiga olgandan ko'ra mana bu usul texmi unumli bo'ladi demoqchi. Bunda bo'lganda ishni texmi oz chiqim bilan, texmi qisqa muddatda, texmi oson yo'llantirib elib berish mumkin bo'ldi. İqtisodiy va kulturel sarxillar ustida natija qozonilgandan keyin. Bu iqtisodiy va kulturel sarxillarni ish qilsalar, endi bu setib olinganlar bo'lsa, yo'qotilganlar emas, irodasi bo'shlarni setib oladigan ish. Setib olinganlarni ish qilsalar, nishon qilingan to'plum, siyosiy qatlam ta'sirli bir psixologiyalik urushga obyekt qilindi. Ağlınınki kolu bilen üzünün milletiga qarshi psixologiyalik urush başladı. Ular özlerinin siyasi sarxillarga qarshi hareketinin sepiga qetilib qoladi. Xallar xallamaz. Xuddi Uyg'ur shoirlarining partiyani kuylashlaridek.
öz milletining sarxillarını düşman deb eyiblashlaridek. Siyasi aktivlarning öz sarxillarını, özünün milletining sarxillarını söyrep chiqib kurash qilganga o'xshash. Va buning oqibatida bu millat xomtalashga silindi. Bizning bu millatimiz ana shu daydayga selishlarga uchqanligi uchun o'zining psixologiyalik kuchi ojiz bo'lganligi uchun, ma'naviyati ojiz bo'lganligi uchun nihoyat tezla bilarmanlarimiz dushman tarafidan foydalanib ketildi. Ularning og'zi orqali Xitoy hokimiyati madiylendi va uning bizni baxtga cho'ndirib yetadiganligiga xalq ishondirildi. Biz Xitoy degan bo'lsa, balkim ishonmaydi. Lekin o'zimizning bilarmanlar deganligi uchun ishondik. Xuddi mana shunga o'xshash natija berdi. Bugun mushayiqchi bo'lsin qarindoshlar. Hammanglarga rahmat.